Bo'pti jonim, yaxshi Hop, o'tiribdi. yaxshi borib keling begim. Haligi menga sovg'a olib kelasizmi 8-martga? Ha, bo'ldi, olib kelaman. Hop, keyin sovg'a olganingizda-chi menga telefon qiling, xo'pmi? Xo'p. Men sizga chiroyli ovqat qilib kutib olaman. Voy, nima olsam bo'larkan? O'zi 100 ming pulim bor edi. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, yaxshimisiz? Oka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsiz? Keling, xizmat. 8-martga bayramga xotinimga sovg'a olmoqchi edim. Yaxshi-yu. Sovg'a katta bo'lsin deb, faqat arzon bo'lsin, bormi shunaqa sovg'a? Katta bo'lsa, arzon bo'lsin-a. Mana qarang, mana shu qozonlar zo'r emas. Mana shuni olsangiz bo'ladi lekin. Komplekt ichida. O'zi 100 ming sotyaptim, sizga mayli 95 ming qilib beraman. Bo'ladimi? Bo'ldi, aka, shuni anaqa qilib bering. O'zi kakras 100 ming pulim bor edi, bor-ku. Ay, buyursin mana. Maza aka. Ha, 5 mingga yo'l kirib ketaman. Xotinga. Ha, endi xotinga bir telefon qo'yib qo'y. Bo'ldi. Alo, ha, adasi? Ha, sovg'a oldim senga, yaxshisan, zo'ridan. Voy, rostdanmi? Adasi, haligi onamga ham sovg'a oling. Adam o'tganlar, sizdan boshqa kim sovg'a beradi? Pulim qolmadi-yu meni. Sizdan boshqa kim sovg'a beradi? Bo'pti, hozir ko'ramiz, qani yo'lini qilaman. Oka, Nima bo'ldi? xotin qaynanangizga ham olmaysizmi? Qaynota yo'q bular. Qaynota o'tib ketganlar. Endi Ha. chunki oyijonga ham olishim kerak. Endi baribir kuyov qiladi, bilgan kimdir sovg'a qilish kerak. Bo'lmasa-chi, mana qarang, ikkinchi komplekt turibdi mana. Mayli 95 qilib ikkasini sizga narxini bir xil qilib beraman. To'g'risini aytaman, kunlar ham isib qoldi. Ha. Mana shu kurtkani o'zi yaqinda oldim, unaqa ko'p kiymaganman. Shuni yechib bersam bo'lmaydimi? O'rniga mana anaqa bilan, nima deydi? Qani bunaqa qilingchi. Jimpirimni ham beraman. O'zimizga endi 50 mingga olaman. Baribir kiyilganda. Kiyilganda men necha pulga bo'lsa, men 50 mingga bo'lsa olaman. Kiyilgani uchun uyimda ustida ishlar uchun bera olaman, xursand bo'laman. Ha. Buni ham buningiz mana 30 minglik buningiz. Ha, mana chiqib ketgan, mana shu atrof chiqib ketgan. O'zim emas, uyimda ishlatmasda ozg'in oldim, mana osilib qoladi-da. Mayli, mana hozir mana ikkalasiga 80 bo'lsa, mayli bering. Rahmat aka. Mana telefon aytib qo'y. Alo, adasi? Ha, sovg'a oldingizmi? Oyimga oldingizmi? Ha, qarang adasi, haligi opachamga ham oling. Men eri olib bermaydimi? Eri tashab ketgan-ku. Hey, bir amalling endi. Bo'pti, hozir bunday qilaman uni. Ay. Alo. Ya onasi. Ya oldim. Qaynopamga ham oldim. Ha. Ha, shoshmang adasi. Haligi ikkita singlimga ham esdan chiqazmang. Oling ularga ham. Voy, ular erga tegmagan-ku, pochchasi bermasa kim beradi? Obbo! Mana qarang, endi ukam olgandan keyin bu sovg'alarni berib, shortingdan pulga sразу qaytsa olma, yana 50 ming ustida pulingiz bor. Bor. Tez olib keling, men kutib turaman. Oka, rahmat. Baraka toping. Tabriklab qo'ying, kelinni bizdan. Ay, yashang. Mashara kuyov bo'lsa-da.